Hammaga salom, qadrli yurtdoshlar va bizning kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozir yo'lovchilar bilan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerga ketamiz? Astanaga. Astanaga Astanaga bilet narxlarimiz qancha bo'ladi? 515 ming. Biletni asosan qayerdan xarid qildingiz? Kassada. O'zi siz biletni qanday topib keldingiz? Oldin orqali yo'q. Ondan Instagramdan ko'rdim, video chiqib chiqdi. Instagramdan shuni qarasam sharoitlar yaxshi ekan. Telefon qildim. Kassaga boring dedi, bilet oldim. Hozir siz aytgan bo'yicha sharoitlar bor. Reklama Hozir jarayonlari bor. Birozdan so'ng o'zingiz chiqib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizga oxirgi tilaymiz. Xudo xohlasa eson-omon yeb olasiz. Rahmat. Sizga ham. Rahmat. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Yoki ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.